Hurmatli No'xat Qarjimatoy kanal qatnashchilari, bugungi kunga 21-iyun 2024-yil biz O'zbekiston Respublikasi Andijon oblasi Buloqboshi rayonidan Istrohat Esovli bog'ina keldik. Şol yerda erejasi urush bo'lib жатат. Şol joqdan ma'lumot olib, bizdan olsa loyiq boshqa ko'tarib o'shol bilan birga O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston 3 mamlakatning mushkillari ertaga Xudo xohlasa ertaga bir sunnat solishadi. Bizden olsa like basıp komentar yazıp konser umutluğundan karağınızlar. Erken şu yerde Allah buyursa, Allah nasip olsa derecesi yer ruş bulut. Buloqboshi rayonundan İstrahat Esovli joyindakan. Bizden olsa like basıp komentar yazıp konser son alım müttenekin teste fest bulut. Sondan ko'rsatamiz. Hurmatli qo'noq, shunday birga biz 3 kunlik ish safari bilan keldik shu Andijon oblasi Buloqboshi rayonuna. Şol yerda sizlarga qo'ldan kutamiz. Loyiq bosib, kommentariy yozib, negativ yozbangizlar. Ertaga shu yerda bo'ladigan qarangizlar. Hurmatli tuyg'unlar. Hurmatli tuyg'unlar, ertaga mana shu nimada bo'ladigan qarangizlar. Oktagonda. Samsung sonunda ekan. Qarangizlar, juda güzel shipir sirib o'tadi. Alloh razı olsun demoqchimiz. Qaysi klub ekan ertaga aytamiz. Andijonning Buloqboshi rayonining Buloqboshi Istrohat Esovli bog'ida bo'lib o'tgan. Ertaga boshlanadigan savollar. Qarangizlar. Motorlar oldiga shulragan ekan. Qarangizlar. Hurmatli tuyg'unlar, Andijon oblasi Buloqboshi rayonidan Sabir Hoji atındagi sport klubida derejasi urush bo'lib жатadi. Şol yerdan qarangizlar. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston 3 mamlakatning mushkillari ertaga bet solishadi. Hozir testa festival sanal müttenekin boshlanadi. Bizdan olsa qo'llab ketingizlar. Sizlardan so'raymiz. Hurmatli No'xat Qarjimatoy kanal qatnashchilari, ertaga shu bo'y o'tib Buloqboshi rayonining Istrohat Esovli joyida. Qarangizlar. Universalniy bo'ydek. Universalniy bo'y o'tib. Hozir Buloqboshining sentrida turamiz. Ertaga Xudo xohlasa shu yerda bo'lamiz, ertaga bir suv bo'lamiz. Hamandaga qaytib ketamiz biz. Yumush o'tib. Bizdan olsa like bosib, kommentar yozib qo'yinglar. Qarangizlar. Yaxshi so'nun yerlar bor ekan. Buloqboshi. Mana yerda fontan bor ekan, qarangizlar. Qo'yinglar. Bu ertaga ishlaydi, to'g'ri o'chib ekan. Buloqboshining sentri. Altın cezası koyuptur, qarangizlar. Onda Qozog'iston ekan. Hamon Toshkentga, Andijonga, Namanganga, Ferg'onaga ketayotgan taksilar o'xshaydi. Hurmatli sanal müttedan keyin boshlanadi. Odam soni ko'p. Qozog'iston keldi hozir. Qirg'iziston ham keldi yo'lda. Qirg'iziston kelib qoldi, xudo xohlasa hozir. Hurmatli tuyg'unlar. Sanal müttedan keyin boshlanadi. Bo'lib o'tayotgan Andijon viloyati chempionatining festa-fest jarayoni bo'lib o'tadi. 10 daqiqadan so'ng barcha vestlarda festa-fest jarayoni bo'lib o'tadi. Tayyorgarlik bo'lishi so'raladi. Aziz toifasi sportchilar, Safari Maqsad Qozog'iston, Maribjon Mustafa O'zbekiston. Tayyorgarlik ko'rsin Obidov Azbek.
Faqat shoshilmasdan chiqamiz. Anton Mak, Qozog'iston. Osiyo chempionati sovrindori, sport ustasi, universal jang sport turi bo'yicha 5 ta jang, 5 ta g'alaba. Bugungi festival olib boruvchi Buloqboshi faxri Buloqboshi o'g'loni Murodjon Qosimov nomlab qo'yamiz. Ishvozlari, sportchilar, shahrimiz mehmonlari, ayni daqiqalarda universal jang sport turi bo'yicha bo'lib o'tayotgan Andijon viloyat ot chempionatining professional show, ya'ni Festa Fest jarayoni bo'lib o'tadi. Maqsad Bek, Safarbekov, Qozog'iston taklif etiladi. Uning raqibi O'zbekiston o'g'loni Buloqboshi farzandi ko'k burchakda Mustafa Ma'rifjonov. Uning raqibi Anton Mak, Kernehan, Qozog'iston. Besh kilogramm vazn toifasi sportchilar taklif qilamiz. Tayyorgarlik ko'rsin Jamshidbek Abdusalomov. Uning raqibi Andijon o'g'loni Buloqboshi farzandi Tillayev Tem sport klubi sportchisi, murabbiyi Obidjon Tillayev 65 kilogramda, Rishning qizil burchakda Jamshidbek Abdusalomov. Boshi o'g'loni Obidjon Tem sport klubi sportchisi, Obidjon Tillayev shogirdi 65 kilogramm vazn toifasida Javohir Ma'rifjonov. Пошло звездное небо, а эта тема платья белого цвета. А может тебе философии не подать? Быть может тебе серенадочку сыграть? А море надо или хочется ли пафоса? Могу след по дороге и черного брамуса. Ну что, если нет никаких проблем, я вырубаю свет и врубаю суперфем. Двигателем для тебя. Jonovani taklif etamiz. Qodirov, Tem Farg'ona. Dilmurodov, O'zbekiston, Buloqboshi. Buloqboshi qizi Sobirjon To'lashev shogirdi, universal jang sporti bilan bir necha yildan beri mashg'ulot olib boradi. Rishning qizil burchakda O'g'iloy Odilova. Uning raqibasi Qozog'iston qizalovi Safarbek Kanal sport murabbiyi Jack sport klubi sportchisi ko'k burchakda Madina Baxtiyorjonova.
Bugungi bo'lib o'tayotgan Universal Jang sport turi bo'yicha Face to Face jarayonimizda Nokin Qarabay 24 telekanali, ya'ni Qirg'iziston telekanali ham ishlab boryapti. Hozirda 45 kilogramm vazn toifasi sportchilarini taklif etamiz. Geçen kalkışta Звездное небо.